Agar videoni shu kitoblarni sovg'a qilgan odamni o'zi ko'rayotgan bo'lsa, kattakon rahmat aytaman. Kitoblarni o'qiganimizda hosil bo'ladigan savoblardan ularga ham yetib borib tursin. Eslaringda bo'lsa, shu ikkala kitobni istoriyamga qo'yganimdan keyin ko'pchilik qiziqish bildirdi. Shuning uchun alohida video qilishga qaror qildim. Bu kitoblar umuman bilmagan, tanimagan odamimdan hadya bo'lib keldi. Xullas, o'rtog'im Kitob Savdo degan kanalga kommentariy yozishgan. Kommentariy yozganlaridan keyin shu odam o'rtog'imga yozgan. Agar kitob hadya qilsam, qabul qilasizmi deb yozishgan. Biz o'rtog'im bilan maslahatlashgan holda rozi bo'ldik. Keyin shu kunlarda yana bitta odamga kitob hadya qilmoqchi edim. Agar bironta o'rtog'ingiz bo'lsa, yaxshi bo'lardi. Birga olib ketardilaring magazindan deyishdi. Men o'zi ko'p odamga kitob hadya qilib yuraman deb, kitoblar ro'yxati tushirilgan rasm tashashdi. Shu kitoblardan tanlanglar, xohlaganlaringni hadya qilib beraman deyishdi. Biz o'rtog'im bilan shu ikkita kitobni tanladik. Ikkalamizga bir xil. Juda xursand bo'ldim to'g'risi. Sizga ham tanimagan odamingizdan shunaqa sovg'a kelganmi? Kelgan bo'lsa, kommentariyda yozib keting. Agar kelmagan bo'lsa, videoga like bosib keting. Albatta, like bosganingizni ko'rgan odam sizga ham hadya qiladi.